o'zi nima uchun Alloh taolo bandalarning ustiga imtihon sinovlarni yuboradi? Masalan, Alloh taolo kimimiz nimaga yarashimiz yaxshi biladi. Nima Alloh bizni bilmaydimi? Sinab bilgani. Yo'q, Alloh sinovni bermasa ham o'zi kimimiz nimaga yarashimizni biladi. Bu sinovlar o'zimizni kimligimizni ko'rib qo'yishligimiz uchun. Masalan, o'qituvchi shunday kirdida, mana 3 tenga 4, mana 2 tenga 5, qolganlarga 3 desa, imtihon qilmasdan turib. Haliga 4 bilan 5 olganlar rozi bo'laveradi. Ona 3 olganlar yoki 2 olganlar nima deydi? Nimaga deydi? Ular ham biz ham imtihonni o'tmadik, nimaga 4 3 unga, nimaga 2 bizga desa, o'qituvchi aytadi, men senlarni bilaman, bolalar, saviyani bilaman desa, sinamadingiz, adolat bo'lmadi deydi. O'qituvchi biladi, 10 yildan beri o'qitayotgan o'quvchilarini